Agar 412 million qo'shimcha jarima to'lashni xohlamasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa distribyutorlar. 203-sonli prezident qarori bilan 8-apreldan boshlab majburiy markirovka amalda kuchga kirdi. Bu qaysi mahsulotlar uchun? Suv, sut, maishiy texnika, tamaki va alkogol mahsulotlari. Jazolash mexanizmi ham juda jiddiy. Soliq kodeksining 227-1-moddasi asosida markirovka qoidasi buzilganda oxirgi hisobot choragidagi sof tushumdan birinchi holatda 2% jarima, takroriy buzilish holatida 20% jarima undiriladi. Korxona boshlig'iga esa bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravari miqdorida jarima solinishi mumkin. Ishlab chiqarish va distributsiya jarayonlarida Sales Doctor dasturidan foydalanish sizni shu kabi ortiqcha xarajatlar va jarimalardan himoya qiladi. Raqamingizni qoldiring. Biz sizga markirovka haqida to'liq ma'lumot beramiz. Uskunalar uchun davlat tomonidan berilgan imtiyozlar bilan tanishtiramiz va markirovka bo'yicha bizning yechimlar qanday ishlashini tushuntiramiz. Sales Doctor bilan qonuniy va xotirjam ishlang.